9. bab. Bu ayning 24-kuni İsraillar bir yerga jam bo'lib roza tutdi. Ular kanap raxtga yo'ginib, beshig'i to'p chechib, qayg'ularini ifodalashdi. Ular alliburun yot xalqlardan ayrilib ketgan edi. Ular o'rinlaridan turib, o'zlari va ajdodlari o'tkazgan gunohlarga tavba qilishdi. Ular 3 soatgacha o'ri turib, Parvardigor, o'zlari e'tiqod qilib kelgan Xudoning Tavrat qonunini angladi. Ondan yana 3 soat gunohlarga tavba qilib, Parvardigor Xudoga sajda qildi. Lavilardan Yeshuva, Bani, Qadmiyel, Shibaniya, Bunni, Sherebiya, Bani va Kinanalar o'zlari uchun yasalgan palampayda turib, Parvardigor Xudoga unlik ovozda duo qildi. Lavilardan Yeshuva, Qadmiyel, Bani, Xashabniya, Sherebiya, Hodiya, Shibaniya va Pitaxyalar xalqqa mundaq chaqiriq qildi. O'rninglardan turib, Parvardigoringlar Xudoni madhiyalanglar. U abadil abaddir. Ondan ular mundaq duo qildi. Ey Xudo, şanlıq naming madhiyalangay. Naming butkul hamdu sana ve madhiyalardan yuksakdir. Sen birdan bir Parvardigordursan. Sen asman, hatta ershalar bilan bütün yulduzlarni ve yer zemin bilan uningdagi borliqini ve dengiz okeanlar bilan uningdagi jimisini yaratding. Sen butkul mavjudotlarga jon berguchidursan. Ershi a'lodagi farishtalar sana sajda qiladi. Sen Parvardigor, İbrahimni tanlagan Xudodursan. Sen onu Kaldanlarning Ur shahridan elib chiqib, ismini İbrahimga o'zgartding. O o'zining sodiqligini ko'rsatganda, sen uning avlodlariga Kannanlar, Hitlar, Ammurlar, Perizzilar, Yibuslar va Girgoshlarning zeminlarini berishga uning bilan ahd tuzding. Sen haqqoniy bo'lganliging uchun va'dangda turding. Sen ajdodlarimizning Misrda xorlanayotganligini ko'rding. Ularning Qizil dengizdagi noli faryodlarini anglading. Sen Misr podshohi, uning amaldorlari va uning xalqiga qarshi mo'jiza va karomatlarni ko'rsatding. Chunki ularning o'z xalqingni xorlig'ini bilib yetding. Sen mangu unutilmas nom shuhrat qozonding. Sen dengizni yerib, xalqinga yo'l echib berding. Ular quruq yo'l bilan daryodan o'tdi. Ularni qo'g'lab kelganlarni go'yo qahrlik dengizga cho'kkan toshdek cho'nqur suvga g'arq qilding. Kunduzi ularga bulut tövriki orqali yo'l boshlading. Kechsi yo'lini o't tövriki orqali yo'ritding. Sen Sinoy teg'iga tushib, Arishtin xalqinga so'z qilib, ularga adil tuzumlar, haq qonunlar ve lilli emir fermanlarını tushirib berding. Sen ularga o'zingga beg'ishlangan dam elish kunini bildirding. Hamda xizmatkoring Musa payg'ambar orqali tushirgan qonun ve emir fermanlaringni berding. Ularning qorni oshganda osmondan yemaklik tushirib berding. Usug'anda qo'ram toshdan suv chiqarib berding. Sen ularga o'zing va'da qilgan zeminga berib, uningga igdorchilik qilishni buyurding. Lekin ajdodlarimiz takabburlik va bo'yni qattiqlik qilib, amirlaringga itoat qilmadi. Ular itoatsizlik qilib, o'zlari uchun ko'rsatgan mo'jizalaringni unutdi. Ular bo'yni qattiqlik qilib, Misrdagi qulluqiga qaytishga bir boshliq tayinlab oldi. Lekin sen shafqatlik, rahimdil ham mehribon,
Asallıqçı g'azablanmaydigan ve mehri muhabbetin cheksiz Xudodur sen. Şunlaşqı sen ularni tashlab etmedin. Hatta ular muzay suratida put yasab, bu bizni Misrdan elib chiqqan iloh deb sana eg'ir haqorat keltirdi. Lekin sen rahimdilliking bilan ularni cho'lda tashlab etmay, kunduzi yo'l boshlagan bulut to'vrikini va kechsi yo'l ko'rsatgan o't to'vrikini ulardan ayirmiding. Sen ularga ta'lim berishga pok niyat ruhingni ato qilding. Ularning qo'rsiqidan mannani oyimiding va ussuzliqiga suv berding. Sen 40 yıl ularning cho'l bayovondagi bütün ehtiyojini qondirding. Ular kam kutisiz bo'ldi. Kiyim kechaklari uprimidi va putlarimi ishimidi. Sen ajdodlarimizning podshohliklarini va xalqlarni yimirishiga yordamda bo'lib, xalqingni o zaminning har qaysi joylariga o'rinlashtirding. Ular Sihon podshohining Heshbon shahri ve etrafidagi zeminini ve Og podshohining zemini Bashanni ishg'ol qildi. Sen ularga osmondagi yulduzlardek ko'p avlod berib, ularni ajdodlariga berishga va'da qilgan zeminga boshlab kelding. Ular besib kirib, o zeminni ishg'ol qildi. Sen ularga Kanon zeminining aholisini bo'ysundirib berding. Sen o zeminning podshohlari ve xalqini ularning maylicha bir taraf qilishiga topshirib berding. Xalqing sepillari mustahkam shaharlarni ve munbat yerlarni tortib oldi. Ular mol dunyo bilan to'lgan uylarga, qezib qo'yilgan quduqlarga, üzümzorliqlarga, zaytunliqlarga ve mo'l meva daraxtlariga ega bo'ldi. Ular qong'uchi yeb ichib samirib oldi ve ato qilgan butkul ne'matlaringdan bahramand bo'lib oldi. Lekin xalqing sendan yuz o'rib, sana itoat qilmay, qonuningni tashlab qo'ydi. Ular o'zlarini sana qaytadan yaqinlashishga da'vat qilgan payg'ambarlarni o'ltirib, sana eg'ir haqorat keltirdi. Şuna sen ularni zulm saladigan düşmanlarining qo'liga topshirib berding. Ular azob chekib, sana yelinganda, sen erishtin ularning yelinishlariga quloq solding. Sen yuksak rahimdilikingda ularni raqiblaridan qutqizadigan kishilarni avatding. Ular aram topgandan keyin ko'z oldingda yana yomon ish qildi. Sen ularni yana raqiblarining qo'liga tutib berding. Lekin ular yana sana yelinganda, sen erishtin ularning yelinishlariga quloq selib, rahimdilikingda ularni ko'p qitim qutuldirding. Sen ularni qaytadan qonuningga bosh egishga da'vat qilding. Lekin ular takabburlashib, amirlaringga quloq solmadi. Ular nizomlaringga rioya qilmadi. Agar shunda qilgan bo'lsa edi, hayot yo'lini topgan bo'lardi. Ular sana tersolik bilan bo'yni qattiqlik qilib, itoat qilishni rad qildi. Sen ularga uzun yillar sabr toqatli qilding. Hamda ruhing orqali payg'ambarlaringdan ularni ogohlantirding. Biroq ular quloq solmadi. Şunu sen ularni yerlik xalqlarning qo'liga tutib berding. Biroq sen yuksak rahimdilikingda ularni butunlay halok qilmading va tashlab etmading. Chunki sen mehribon va rahimdil Xudodur sen. Ulug', qudratlik va surlik, hem mangu mehr muhabbatlik ahtisida turadigan Xudoyimiz. Assur podshohlari bizga zulm salgandan tortib hozirgacha podshohlarimiz, amaldorlarimiz, ruhoniylarimiz, payg'ambarlarimiz
ota-bovalarimiz ve bütün halkın duç kelgen azap okubetlerge sel qarmagaysan. Senin bizni cazalığının haqliqdir. Sen vafadar buldun. Lekin biz bolsak rezillik qildik. Padişahlarımız, emeldorlarımız, ruhanilerimiz ve ota-bovalarımız kanununga boysunmadı. Emir ve agahlandırışlarınga kulak salmadı. Hatta ulanın öz padişahlığı bulup, sen ulağı beğişliğen bepayan munbet tupraktaki nimetlerinden behreman buluvatkanda, rezilliklerden qaytmay, senin yolunda manmıdı. Endi biz kul bulup kaldık. Biz, ata-bovalarımızın meyve-çeve ve nimetlerden behreman buluşu üçün, sen ulağa ata kılgan zeminde kul bulduk. Bu tupraqның mol mahsulatları, günahımız vəcidin, sen üstümüzden hükümranlık kılışqı koygan padişahlağa mensup boldu. Ular, biz ve mal varallarımızı xalığın içe başquruvatıdı. Biz cebir zulüm içide qaldık. Mana şu işlar vəcidin biz vədiname yazdık. Emeldorlarımız, laviler ve ruhanilerimiz öz mühürlerini bastı.